Birinchi qavatdan uy olmoqchimisiz, lekin narxi to'g'ri kelmaydi. Narxi to'g'ri kelsa, sharoiti yaxshimiz. Unda bu uyni ko'ring, do'stim. Sizga mos keladi inshaalloh. Bitta like bosib keting. Birinchi qavatda joylashgan 2 xonadan iborat 48 kvadrat metrlik ushbu kvartira o'z egasini kutmoqda. Keng mehmonxonada uy ko'rgani kelgan mehmonlaringizni bemalol kuzataverasiz. Kirish qismi katta ekan, ancha-muncha shkaf javonlarni joylab olsa bo'ladi. Uy holati yaxshi, gaz, svet, suv, kanalizatsiya hammasi a'lo darajada ishlaydi. Narxi 18,5 mingga aytilyapti. Ko'chmas mulk biznesi kuchayotgan paytda bu uyni olsangiz foydaga yurasiz. Ekrandagi nomer orqali egalari bilan bog'lanaverasiz. Ko'rib turgan jihozlarni ham kelishilsa sizga o'tkazib berishar ekan. Qarabsizki, siz ham, ular ham, ikkovingiz ham ovora bo'lmaysizda. Manzil esa Quvasoy shahar, Pakana MFEda qator kelgan domlarda joylashgan. Videoni shu atrofda yashab uy olaman deb yurgan yaqinlarga, do'stlarga yuborib qo'yamiz.